2025-yil 28-sentyabr Arnasoy. Kecha soat 12da keldik. Umuman poklevka yo'q. Bitta yarimta bog'lar chiqyapti, chuvalchangda esa o'sha mayda baliqchilar yeb ketyapti. Dukur postdan kirganda shunday chap qo'lda o'tiribmiz. Qarmoqlarni qo'yganmiz. Narigi tomonda ham yigitlar o'tiribdi. Ular kelganimizda bor ekan. Ularda ham yo'q hech bola. 10 ta qarmoq qo'yib tashlagan. O't o'qyapti. Chekkaga olib chiqib tashlayapti qarmoqlarda.